Assalomu alaykum hammaga. Men через internet va Instagram sotish kunlarini topib uchrashib qoldik. Bu odamga analiz javoblarini jo'natdim. Menga Jigar Siroz aniqlangan edi. Bu odam menga taklifnoma jo'natib bergan sotish kunlar. Men bu yerga Hindistonga keldim, aeroportda uchrashdik. Bolnisaga kelib, doktor Velikevich bilan uchrashib, hammasi analizlarni ko'rsatdik. Ukam donorlik qildi. Qon guruhimiz to'g'ri kelmagani sababi plazma o'tkazib, hammasi yaxshi bo'ldi. Doktor Velikevich operatsiya qildilar. Operatsiya yaxshi chiqdi.